Muvaffaqiyatsiz bo'lmoqchimisiz? Unda Atom odatlar kitobini o'qimang. Sababi kichik odatlar katta natijalarga olib boradi. James Clear shunday deydi: har kuni qilinadigan mayda odatlar bizning hayotimizni belgilab beradi. Bir kunda kichik odat sezilmaydi, lekin uni yil davomida qilgan odam butunlay boshqa natijaga erishadi. Masalan, siz har kuni o'z ustingizda 1% yaxshilanish uchun ishlasangiz, yil oxiriga borib siz o'zingizning 37 barobar kuchliroq va yaxshiroq versiyangizga aylanasiz. Shunday qilib, Atom odatlar bu kichik qadamlar orqali ulkan o'zgarish qilish san'atidir. Bu asarda 4 ta oltin qoida mavjud. Birinchi qoida: odatni ko'rinadigan qiling. Agarda siz har kuni suv ichishni yoki kitob o'qishni odat qilsangiz, stakaningiz yoki kitobingizni ko'zingizga yaqqol tushadigan joyga qo'ying. Ikkinchi qoida: odatni jozibador qiling. Agarda siz sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, uni sevimli musiqangizga bog'lab qo'ying. Uchinchi qoida: odatni oson qiling. Hayotingizni chigallashtirmang, uni murakkablashtirmang, balki osonidan, qulaydan boshlang. To'rtinchi qoida: odatni yoqimli qiling. Biror bir odatni bajargandan so'ng o'zingizni kichik mukofotlashni yo'lga qo'ying. James Clear shunday dedi: muvaffaqiyat bu motivatsiya yoki iroda emas, balki tizim yaratishdir. Tizim odatlarning jamlanmasidir. Bu nima degani? Deylik, bir inson har kuni 10 ta отжимание qiladi. Bu kunlar o'tib 15 taga, 30 taga, 50 taga va 100 taga chiqadi. Oxir-oqibatda sport bu inson hayotining ajralmas bo'lagiga aylanadi. Aslida kichik qadamlar katta eshiklarni ochadi. Sizlar uchun hayotingizni o'zgartiradigan 25 ta atomdek kuchli odatlar ro'yxatini tuzib chiqdim. Ushbu ro'yxatni olish uchun izohga odat so'zini yozib qoldiring.